Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Google akkauntingizni parolni qanday tiklashni o'rganamiz. Ko'pchilik foydalanuvchilar Google ishlatayotganda o'z parollarini juda ham tez unutib qo'yishadi. Shu sababdan Google akkauntni parolni qanday qilib tiklab olishimiz mumkin. Birinchi navbatda parolni tiklash uchun siz ekran qulfidan foydalangan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni telefoningizda ekran qulfi aktiv bo'lishi kerak. So'ngra Google ga kirib olamiz. Ko'rib turganingizdek Google ga kirib ham oldik. Ekraningizni o'ng yuqori burchagida akkaunt belgisi yoki rasmingiz turgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan akkaunt belgisining ustiga bosaman. Ochilgan oynadan Управление akkaunt Google degan qismini tanlaymiz. Mana endi Google birinchi navbatda tekshirib chiqmoqda. Demak, akkauntimizga kirdik. Zakrit qilib yopib qo'yamiz. Biz parolni tiklash uchun безопасность bo'limini topishimiz kerak. Mana qulfning rasmi turibdi. Shu qismga bosamiz. Безопасность bo'limiga kirganimizdan so'ng parol deb yozilgan joyni qidiramiz. Mana ko'rib turganingizdek parol degan joyiga bosishimiz kerak. Internet bilan muammo. Mana endi parolni bilmaymiz, shu sababdan ekran qulfidan foydalaning deyapti. Demak, ekran qulfini yoki raqam bilan yoki barmoq izi bilan ochib olishimiz kerak. Novi parol degan qismiga o'tdik. Ya'ni endi biz yangi parol qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Shu yerdan o'zimiz yangi parol o'ylab topamiz. Va pastda ham подтвердите новый parol. Yana o'sha parolni takroran terishimiz kerak bo'ladi. Va to'liq yozib bo'lganimizdan so'ng smenit parol tugmasini bosamiz. Smenit parol tugmasini bosamiz. Parolda xatolik bor deyapti. Demak, boshqatdan smenit parol. Bu parol yaqinda foydalangansiz deyapti. Demak, boshqa parol kiritishimiz kerak. Smenit parol. Parolni almashtirish. Demak, parolimiz ham almashtirildi. Zakrit oynasini tugmasini bosamiz va endi sizning parolingiz shu orqali almashtirilgan bo'ladi.